Davlat organlari va tashkilotlariga ishga kirish haqida fikringiz qanday? Hali ham eskichami? Balki davlat organlarida bo'sh ish o'rinlari ochiq e'lon qilinmaydi. Ishga kirish uchun bir dunyo hujjat so'raladi. Yoki tanish bilish kerak deb o'ylayotgandirsiz. Yo'q, aslo unday emas. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan vacancy.argos.uz portali faoliyati yo'lga qo'yilishi orqali davlat fuqarolik sohasida sizu bizga qator qulayliklar yaratilgan. Vakant lavozimlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yagona ochiq portalda ko'rib va shu portal orqali tanlovda ishtirok etish uchun o'zimizga mos keladigan vakant bo'lgan lavozim uchun hujjatlarimizni topshirishimiz mumkin. Bu bilan biz nomzodlar 3 bosqichli tanlov ishtirokchisiga aylanamiz. Birinchi bosqich dastlab malaka talabiga mosligimiz o'rganiladi. Ikkinchi bosqich test sinovidan o'tamiz. Uchinchi bosqich test sinovidan yetarli ballni qo'lga kiritsak, undan keyin suhbatga jalb etilamiz. Hammasi oddiy, muhimi adolatli va shaffof. Tanlovning butun jarayoni 20-25 kun davom etadi. Va nihoyat muvaffaqiyatli sinovlardan keyin u yoki bu davlat organi va tashkilotining xizmatchisi sifatida ish boshlayveramiz. Ha aytgancha, faqat bilmingiz va salohiyatingizga suyaning. Barchasi vacancy.argos.uz orqali amalga oshiriladi.